Ertaklar bolalarning tasavvurini parvoz ettiruvchi, ezgulik va mardlikni yuraklariga urug'day qadab, ularni hayot yo'lida nurafshon qiluvchi mo'jizaviy dunyodir. Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Baxmal tuman axborot kutubxona markazi sizlarga kitob Jamiyat qalbi loyihasi doirasida audio ertaklarni havola etadi. O'zbek xalq ertaklari. Toshkentda bir lofchi yashardi. U o'zini faqatgina lofchi deb bilardi. Boshqasini tanimasdi. Bir kuni u Qo'qonda ham bir katta lofchi borligini eshitdi va o'sha lofchiga yo'l olmoqchi bo'ldi. Shu tariqa toshkentlik lofchi Qo'qonga borishga qaror qildi. Qo'qonga yetib borgan toshkentlik lofchi o'zini ko'rsata olish uchun lofchi ekanini ko'rsatish niyatida do'stona bir tashrif buyurib uyingizni izlab topdi. Eshikni taqillatibdi. Lekin ichkaridan kimdir chiqdi. Bu qiz edi. U "Dadam uyda yo'q. Sizning nima ishingiz bor?" deb so'radi. Toshkentlik lofchi: "Men Toshkentdan keldim. Otangizni ziyorat qilish uchun bir sovg'a keltirdim" dedi. "Mana bu guldor gilam. Uning bir uchi Toshkentda, bir uchi esa shu yerga, ya'ni Qo'qonga yetadi. Shuni qabul qilib oling." Qiz kulimsirab: "Ajoyib, juda yaxshi. Mayli, keltiravering. Bizning ham bir gilamimiz bor edi. Lekin yaqinda cho'g' tushib, kuyib qoldi. O'sha gilamni yamoq qilib qo'ysak, yaxshi bo'lardi" dedi. Toshkentlik lofchi bu gapni eshitib, agar qiz shunday lofchi bo'lsa, demak, otasini qanday kutib olganimni o'ylashni bas qildim, deb o'z shahri Toshkentga qaytib ketishga qaror qildi.